Ilosaga anal kanali polipi nima va nimasi bilan xavfli? Polip bu anadermadan, epiteliy to'qimadan, ba'zan anakanal shili qavatidan, ba'zan teridan o'sib chiqadigan xavfsiz o'sma hisoblanadi. Xavfsiz o'sma degani bu malignizatsiya bo'lgan bosqichigacha bo'lgan davrda xavfsiz o'sma bo'ladi, lekin malignizatsiya bo'lgandan keyin уже xavfli. Ya'ni anal kanali poliplari rak oldi kasalligi ham deyiladi. Shunisi bilan xavfli hisoblanadi. Buni gemoroy yoki anal kanal yorig'i bilan ko'pincha adashtiradi odam. Gemoroyim bor deb bir necha yil og'rimayapti, tashqariga chiqadi, yana o'zi to'g'rilanadi, og'riq bermaydi, qonamaydi deb ko'p odamlar bezovta qilmaydi. Sababi anal kanali polipini yaqqol yuzaga keladigan og'riqlar yoki har doim ham qon ketishlar kuzatilmaydi-da. Shuning uchun bemorlar ko'pincha kech qolib murojaat qiladi. Shu narsani ogohlantirib qo'ymoqchimiz. Bu anal kanali polipi rak oldi kasalligi. Ba'zi adabiyotlarimizda 14%, ba'zi adabiyotlarimizda 80% gacha hattoki rakka aylanish ehtimolligi bor.